Shoh aka haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Ismi Shohrux, familiyasi Abduxalilov. Shoh aka niki bilan mashhur. 2000-yil 19-fevralda tug'ilgan va hozirda 25 yoshda. Blogger va trader. O'zining AKFX kompaniyasi bor. Uylangan va to'yida show biznesning deyarli barcha yulduzlari kelishgan. Hozirda bitta o'g'il farzandi bor. Ayolning yuzini internetga olib chiqmaydi. Londonda o'qigan. Deputatning o'g'li, otasining o'g'li degan gaplarga e'tibor qilmaydi. O'yinchoq miltiq bilan video ishlagani uchun mening yurtim kanaliga chiqqan. 2 minutda tradingdan deyarli $30,000 foyda qilgan. Promoy efirlar qilib turadi va ba'zida so'kinib gapiradi. Mashinalarni juda ham yaxshi ko'radi. O'zining bitta sport mashinasi, Tahosi va elektr mashinasi ham bor. Lekin ko'pincha Malibuda yuradi. Otasiga Li-9 mashinasini sovg'a qilgan. Tradingni o'rganish uchun kamida 1 yil kerak deb aytgan va eng yaxshi o'quvchilarni maqtab olib chiqadi. IT Park bilan shartnoma imzolagan. Tradingda ishlashda eng muhimi sabr deb biladi. Qancha daromad qilishini doim sir saqlaydi. VIP o'zbek stilida kiyinishni yaxshi ko'radi. Tamayevga gonka uchun vizov tashlagan va o'sha videosiga Tamayev like bosgan. Shoh aka nomi shunchaki kreativ tarzda o'ylab topilgan. Achki taqib yurishni yoqtiradi. Dilimi bilan yaqin do'st. Londonda o'qib yurganida fast foodda ishlagan va birinchi oyligiga onasi uchun taqinchoq olgan. Mashinasiga sirena qo'yib yurishni yaxshi ko'radi va bu uchun bir necha marta ushlangan. Doniyor Qayumov bilan yaqin do'st va birgalikda videolar ishlashadi. Doniyor Qayumovga BMW sovg'a qilgan. Shoh akaning shogirdi tradingni orqasidan BMW sotib olgan. Militsiya xodimlari bilan ham juda yaxshi munosabatda va ular haqidagi videolari internetda aylanib yuradi. Yaqinda o'ziga Cadillac sotib oldi. Avariyaga uchragan va qo'lini sindirib olgan. Doniyor Qayumov bilan poyga qilishgan va bu videosi deyarli million marta ko'rilgan. Ushbu poygada Doniyor Qayumovga yutqazib qo'ygan va karvetini berib yuborgan. Revansh qilish uchun BMW sotib olgan. Eng yaxshi ko'rgan mashinasi Corvette va uning raqami 767 3Z. Hattoki Cadillac'dan ham ko'ra shu mashinasini ko'proq yaxshi ko'radi. 5 soatda $1,5 million ishlab topgan. Hozirda Aslanboy bilan hamkorlikda ishlayapti va Aslanboy AKFX da tradingni o'rganyapti. Shaharning markazida drift qilgani uchun jazolangan. Firdavs Abey bilan reklama ishlagan. Dunyo aylanishni yaxshi ko'radi. Tailand va Dubayga borgan. Oilasini yaxshi ko'radi va hammasidan ham ustun biladi. Gismaxon Shoh akani hate qilib chiqqan va ular birgalikda ko'rishib olishgan. Asosiy faoliyatini Instagramda yuritadi. YouTube'da ham rasmiy sahifasi bor va bor yo'g'i bitta video joylab deyarli 500 ming obunachiga ega bo'lgan. TikTokda akkaunti yo'q. Instagramdagi istoriyalarini 200 mingga yaqin inson ko'radi. Gonzo bilan ham yaqin do'st. Zalda shug'ullanadi. Dubayga borganida Lamboni ijaraga olgan. O'quvchilar o'rtasida futbol musobaqasini uyushtirgan. Doim jiddiy yuradi, lekin hazillashishni yoqtiradi. $1 million ga Lamboni sotib olishi mumkin bo'lgan, lekin pullarini investitsiya qilib olgan. Apelsin sokini yaxshi ko'radi. Itqurar karvon o'tar degan shiori bor. Yana bir shogirdi $7,000 dan $210,000 pul ishlagan. Aka Water brendining asoschisi hisoblanadi. Qo'l soatlarini yaxshi ko'radi va ulardan kolleksiya qilib qo'ygan. Oilasi bilan Tailandga borgan. Rulda Instagram uchun istoriya olishni yoqtiradi. Yakka tartibda ham shogirdlar oladi. Instagramida hozirda 736 ming obunachisi bor va 55 ta post joylagan. 235 ta odamga obuna bo'lgan. AKFX ni Toshkentdan tashqari Andijonda ham filiali bor, lekin boshqa filial ochishni rejalashtirmayapti. Ba'zi qo'shiqlarni eshitishni yoqtiradi. Gapirgan gapiga javob berishni yaxshi ko'radi. Vorzakon videolari bilan tanilgan. Iskandar Makedonskiy Shoh aka haqida video ishlagan. Ditto bilan ham yaqin. Shoh aka kripto emas, forex trader hisoblanadi. Mashinalarni avgon qilib o'tishni yoqtiradi. Yaqinda PUBG turnirlariga juda katta summa investitsiya qilmoqchi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.